atrofidagi o'rmonlik. Xaybov atrofidagilər serakchaqlarning qimmatli kitobini izlab tepish safarini davomlashtiryapti. Cho'cho bilan yo'g'in eg'iz bu qitim yana qandoq amal bilan ularga to'sqinlik qilmoqchi edi. Başlayaq, siz birden oturup aramazsınız bamanda. Kalva sen nimeni bilettin? Ben oylanyapman. Oylanyapman. Oylansızlar. Hep öyle karbak elinamda. Başla. Rastlı karbak elinaptı. Ben bir kuş buluş sıfatım bilen ezelden bir köşe yapmakmadım. Yeni məlumatlara asas olğanda Xaybov atrofidagilər bu ətrafı kep tapdı. Zaten qandaq qilishimiz kerak. Başlayaq, biz bu qitim çok bir xalbik kılımız. Kalva belə ikili boz atarak amal saklanacaq. Kalva! Tek belki yığmam ha? Belki iş için çok optarak amal tepişin gerek anladın mı? Ha? Ha? Nima ağız bu? Nima açık kokuluştu? Esnafı kandaklarsın ha. Oradan götürmeye. Biz sana yardım kılır geldik. Özür biz var. Biz sana yardım kılımız. Aslında iş kuşundan çıkırdığın amalımız var. Fakat bizga ziyankeş qilmasanlar. Ameliyatda bunun amalını haydi addi. Sen fakat birisini mağlup kıla alırsanlar. Meselem o hal buludu. Bu adam muşu yıkıt etrafı ormanlıkta turudu. Onu tapsan, andın, onu mağlup kılırsan. Şunun bilen iş tutudu. Kalva! Bayısının nemi degenin o ha? O sesi korangatanda kandak iş puşku balattı. Ameliyatda men onun kandak iş puşku bağlığını bilmeymen. Lekin en mühim boğunu biz fakat onun Xaybov atrofidagilärni mağlup kılsılar. İş puşkunun yoqaydiganligini dep koysaklar iki tarafdan ziddiyetinden faydalanmaydı. Xaybov atrofidagilär bu qitim sizlarning adım ulanı şu ses korangatan bəsir. Bugün sizlarga nim bo'ldi? Bir-biringlardan sulg'un ko'rinsizlar-ku. Biz bu bir necha kundan beri faqat yaxshi uxlayolmayotimiz. Yaxshi qilyapmidik? Nimishqa? Men shundoq yaxshi qildim-ku. Necha kundan beri yerim kecha bo'lsa-da nihoyat kuchli bir ovoz paydo bo'ladi. Tong otay deganda dahi qattiq xurak ovoz anglanadi. Bundaq turib qanday uxlaymiz? Biz sana o'xshab piygan bo'lmasak-ya. Sana nimish bo'ldi? Birisi xo'rak tatayotgandek qiladi. Yo'q aniq, sening bu qitimda amaling bo'ladi ekan-jimi? Xaybov atrofidagilär bu bir necha kundan beri mes qushda yuraydi. Ular hammasi yeri bağlıdan ketganda biz ularni biraqla qo'lga tushiramiz. Shoyi menga nurg'ut birak konservasi beradi. Kalva! O'shingni yig'dayman. Tez berib Xaybov atrofidagilärni tap, ular hali g'alit masxni topmoqchi bo'lyapti. Tez berib ularni to'sib olmoqsan. Tez! Mening birak konservayim. Biz nimishqa bu yerga cho'qim kelamiz? Bizning
zada qandaq narsaning bundaq varang-jurang qildiganligini bilgimiz bor. O nima? Bu qandaq narsa edi? Dal mush ovoz shu. Küçlük vajrachi, u doim uyqusiz qilish sababidan g'azablanib yuradi. Qaltis mahorati bo'lsa, ikki qo'li bilan tang mush etish. Uning uxlagandagi xo'rak ovozi darajadan tashqari yuqori. Haqiqatan quloqni gaz qilib atgandek deyishga bo'ladi. Aslida sen uxlayamag'achqa qolaymaqan ochig'inib ekansan-da. Ay, tinchlikmi? Men Xaybov. U Xaybovning surati-ku. Xaybov, sen qachondan bir imzoliq surat chiqarding? Unda qilmagandim-ku. Bunun men bilan aloqasi yo'q. Xaybov, u zalda nima da'votidu? Uning deyishicha, u mening sababimdan uyqusiz qilib yetibdi. Faqat meni mag'lub qilsa, u xotirjam uxlay olmaydi ekan. Bu qandoq mantiqa? Acab uyqum kelib ketdi. Voy, sizlarni uxlash suratinglar nemanchi tez? Sizlarning bundaq aqlli ekanliginglarni o'ylab boqmabdi ekanman. Sizlar yana nima qilmoqchi? Boyatiga sizlar aqlli ekansizlar desam, endi birdamdala dörtlashib qaldinglar-ku. Men kishini maftan qiladigan kelishgan cho'cho albatta sizlarga to'sqinlik qilg'ili kelaman-da. Sizlar kuchlik vajratchiga zodi nima dedinglar? Hech nima demadik. Biz faqat uningga Xaybovni mag'lub qila olsanglar, xotirjam uxlay olaysan dedik. Qo'rq ketma Asqar. Kuchlik vajrachi tez o'rningda turib, u ablaqlarga hujum qil. Sizlar bekli ifloskansizlar. Xaybov keldi. Xaybovga hech bo'lmabdi. Uning bek uyqusi kelib ketgachga uxlab qopti. Mening yomonligimni ko'rgansizlar, o'yinning qizig'i endi boshlanadi qarab turish. Kuchlik vajrachi, endi ularning bir-birlab adabini ba. Bu ses orangutan zaten neymiş qilib ha? Bu ishda uningdan og'rinsa bo'lmaydi. Siz uningga Xaybovni mag'lub qilsanglar, xotirjam uxlay olaysan degandingiz-ku. Aldirab xush bo'lib ketishma. Men magnetik qarshilik qilish asbobi bilan uni o'yg'ita olmayman. U uyg'ondi. Biz cho'qim sana yordam qilamiz.
Amış biz tezden bursluqtını çokıraylı. Ha, boladı. Bu müzik qutisi bo'lsa, sen kechida oromxo'da uxlay olaysan. Ole. Uning ustiga u yana xo'rak tortishnimi davolay oladi. Tadqiqot, 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 tadqiqot. Balalarim, men qaytib tadqiqotimni qilay. Xayr xo'sh. Xayr